Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kofe, ya'ni qahvaning foydali xususiyatlaridan ko'ra zarari ko'p deyishadi ba'zi mutaxassislar. Ammo qora kofening foydalari sizni hayratda qoldirishi aniq. Barcha mahsulotni me'yorida iste'mol qilish uning hech qanday zarar bermasligini isbotlagan. Bugungi video lavhamizda qora qahvaning 11 foydasini bilib olasiz. Demak, yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi. Jismoniy faollikni oshirishga yordam beradi. Jigar uchun foydali. Jigar uchun eng foydali mahsulotlardan biri bu qahvadir. Kuniga 1 stakan qahva iste'mol qilish jigar salomatligini yaxshilaydi. Vazn kamaytirishga yordam beradi. Rak kasalligi xavfini kamaytirishi mumkin. Siydik yo'llarini sog'lom saqlashga yordam beradi. Alsgeymer kasalligi xavfini kamaytirish uchun kuniga 1 stakan qahva ichish kifoya. Xotirani yaxshilaydi. Qandli diabet xavfini kamaytirishi mumkin. Stressni kamaytirishga yordam beradi. E'tibor va kayfiyatni yaxshilaydi. Shuning uchun azizlar, me'yorida qahva ichib turishga harakat qiling. Uning ham foydalari bisyor. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.